Yuzida niqobi bor, ikkiyuzlamachi, firibgar, sotqin, xoin, fohisha va turli xil razolat botqoqlariga botgan insonlar bilan bir zamonda yashayotgan, bir havodan nafas olayotgan aziz jigarlarim, opa-uka, aka-singillarim, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Markaz TV kanalidasizlar. Sizlar bilan men Muhammad Rasul Zulunov. TikToker Shirina taxallusi bilan tanilgan, asli ismi Gulbahor bo'lgan sirdaryolik singlimizni sizlarni bosayotgan layklar sababli, sizlar qilgan ehsonlar sababli so'nggi manzilga, ona vatanimizga jo'natdik va qabrga qo'ydik. Aziz jigarlarim, opa-uka, aka-singillarim, biz sizlar bilan birgalikda ehsonlar yig'ib, videolarni kengroq tarqatib, mana shu ishlar bilan shug'ullanayotgan bir vaqtimizda afsuski Shirinaning qotili hali ozodlikda edi. Biz, ya'ni Markaz TV jamoasi Rossiya politsiyasi maxsus guruhi bilan hamkorlikda bir reja ishlab chiqdik. Rejaga muvofiq go'yoki hali Shirinaning qotili noma'lum ekanligi, uni qaysi millatga mansubligi va u haqidagi hech qanday ma'lumotlar yo'q ekanligi to'g'risida Shirinaning ukasi bilan maxsus intervyu uyushtirdik. Opingiz nimadan vafot etdi? Opam jigar siyozida bor edi, lekin bu yoqda boshqa yo'nalish bo'yicha vafot etgan u. Kimda o'ldirib ketgan deyapti. Lekin kimligini hali bilmaymiz, o'zbek o'g'rismi kimligini bizga noma'lum hali. O'ladigan kuni o'tirishganda, to'rtta bo'lib o'tirishganda, Tojikiston kishi bo'lgan ekanda yonlarida. Hazekasini yo'biri bo'lgan. Yigitimi, o'ynashimi kimdir. Keyin shu kishiga aytibdiki, qara chiroyli qiz, chiroyli qiz. Agarda turming dersang, ertalab kecha shuni qo'ynda yotasan degan. Aslida ushbu video maxsus rejaning bir qismi edi. Video barchaga yetib borishi va voqealar asosi qanday yakunlanishini bilishni xohlasangiz, video Ben 85-yil Farg'onada tug'ilganman. Qo'shtepa tumanida Katta Boltako'l qishlog'ida tug'ilganman. Xullas, ota-onam bor, bitta ukam bor, ikkita singlim bor. 2022-yil fevralda Rossiyaga ishlagani kelganman. Ishlab yurgan paytimizda shu TikToker qiz Shirina deb taxallus qo'ygan. Sirdaryolik shu qiz bilan tanishganmiz. O'zi ismi Gulbahor. O'rtada yashadik ozgina birga. Kelishmovchilik bo'lib yashamay qo'ydik. Xullas, o'sha kuni telefonlashdik. Endi to'g'risi отношениyalarni tiklamoqchi bo'ldim, lekin u qarshilik qildi. Endi to'g'risi kuradek turmaydigan so'zlar bilan haqoratlar bo'ldi. Keyin men u turadigan uyning oldiga bordim. O'sha kuni juda oyog'im uyib ketgan edi. Keyin telefon qildim o'sha kech payt, yarim kechasi edi. Telefon qildim, telefonini ko'tardi. Keyin u balkonda derazasidan qarab turdim, birinchi etajda balkonini bo'ladi bilsalar. Eshik yo'q. Keyin men aytdim, oyog'im uyib ketdi dedim, ichkarida gaplashib olaylik, hamma attashinalarda hamma yoqda gaplashib kelishib olaylik desam, bu aytdi, eshikdan kirgizmayman, xullas. Derazadan kirasan dedi. Xo'p, mayli deb derazasidan kirdim, ozgina gaplashdik. Lekin u umuman haddini oshib ketdi. Вообще meni kurayda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilib tashladi. Onamdan kelib, endi xullas вообще o'ta ham oshirib yubordi. Даже mana adrenalinni idishini ham otdi menga. Keyin bakal otdi. Uspokоить qilmadi, baqir-chaqir to'polon qildi. Shunaqa o'zaro janjallashib ketdik. Keyin o'rtada janjal kuchayib ketib, meni itarib yubordi. Men borib derazaga boshim urdim, deraza sindi. Shunda jahlim chiqib ketdi. Shu sumkamchanda yonimda pichoq bor edi. Pichoq olib bordim. Pichoqni olib, u meni itarib olib
qaytib orqaga yurayotgan paytida orqasidan borib bo'yin sohasiga pichoq urdim, jahlda. O'zimni yo'qotib qo'ygan edim, shok ahvolda edim. Pichoq urdim. Tanasini bir necha joylariga pichoq urdim. Ko'p qon yo'qotishni boshladi, yiqildi. O'sha holatda menga rosa yalindi. Bo'larish bo'ldi, iltimos o'lib qolmay, rahming kelsin. Skoriy chaqirib ber menga. Skoriy chaqirib berdi, rosa yalindi, baqirdi. Jon holatida gapirdi, lekin men skoriy chaqirib bermadim o'sha yerda. Telefonini oldim, keyin o'sha kirgan balkonimdan qaytib chiqib ketdim keyin. Qaytib chiqib ketib, pichoqni shu yaqin o'rtadagi kolodesga tashlab yubordim. Keyin nima qilishimni bilmay, ertalab tong otguncha piyoda peshkom katta yo'lni trassani bo'ylab ketaverdim. Bir 20 kilometrcha piyoda yurdim shu ahvolda. Keyin o'sha 20 kilometrcha piyoda yurgandan keyin shu elektrichkaning ostanovkasi keldi. Keyin elektrichkaga o'tirib o'rmon tomonga qarab ketdim. O'rmon tomonga qarab ketib, o'rmondagi dachalardan biriga yashirib o'sha yerda yotdim bir necha kun. Bu o'rtada xullas kech payt tushdi. Kech payt tushgandan keyin hech qanaqa xabar bo'lmadi, hech kim qidirmadi meni, hech kim telefon qilmadi menga. Shuni men o'yladim. Men bemalol yana bugun ishga chiqsam bo'laveradi shekilli, hech kim xabar olmadi mendan, politsiya ham kelmadi meni qidirib deb. Kech payt keyin ishga chiqdim. Ishga chiqqanimda ishxonadagilar aytdi menga, seni politsiya qidirib keldi, nimagadir. Shu xabarni yetkazishdi. Yetkazgandan keyin men o'yladim, mendan ham shunaqa qilishyapti shekilli. Menligimni bilishmasa ham, chunki yaqin qarindoshlari, yaqin tanishlari, oxirgi gaplashgan insonlarni qidiradi bunaqa holatda. O'yladim, shunaqa qilyapti shekilli, demak men ham gumondor shubhalanishyapti shekilli, mendan ham dedim. Xullas keyin ishdan chiqib ketdimda, yana borib o'rmonda yashirindim, yashirinib yotdim o'sha yerda bir necha kun. Keyin shu YouTube'da shu ukasi chiqib gapirgan Markasov kanalida qotil kimligi noma'lum, o'rismi, o'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi, noma'lum qaysi millatdaligi, hattoki erkak yoki ayolligi noma'lum, hatto o'zini joniga qasd qilgan bo'lishi ham mumkin. Shu kasalligiga chidolmay yoki kasalligi og'irlashgan bo'lsa, xullas internetni o'zinglar ko'rgansizlar, videoni ko'rgansizlar, o'zinglar nima degan bilasizlar. Shunaqa degandan keyin o'sha qaytib ishxonamga keyin meni qidirib politsiya kelmagandan keyin bu gaplardan men bildim. Demak, ular menligimni bilisholmabdi. Ya'ni hali qotil noma'lumligi uchun vaqtda borida u Rossiyadan chiqib ketaman, Qozog'istonga uyga ketaveraman yoki boshqa joyga ketaveraman, meni topshirmasa kerak deb o'yladim. Keyin o'rmondan chiqib bitta joyga bordim. Bu ostanovka bor ekan, yerda avtobuslar, Saratovga ketadigan avtobuslar turar ekan yerda. Xullas Saratovga ketadigan avtobusga chiqib Saratovga qarab yo'l oldim. Saratov orqali chegaradan chiqib ketmoqchi bo'ldim Qozog'istonga. Lekin chuchvarani xom sanagan ekanman, o'sha menligimni bilish bo'lgan ekan bu narsalar. Xullas qopqonga tushgan ekanman men. Saratovga yetib borganimda, chegaradan o'tmoqchi bo'lganimda shu politsiya tomonidan, jinoyat qidiruv xodimlari, operlar tomonidan qo'lga olindim. Bu qarshilik ko'rsatmadi, men taslim bo'ldim. Hamma aybimga iqrorman. Endi mana hozir ushlab olib kelishib, zadержание qilishib, ichki ishlar xodimi tomonidan keltirildi. Qotil qo'lga olindi. U barchasiga iqror bo'ldi. Endi tergov va sud jarayonlarini kutamiz. Marhum TikToker Shirinaning onasi va yaqinlarining sizlarga aytar so'zlari bor. Assalomu alaykum, hurmatli Markaz TVni kuzatib borayotgan obunachilar, saxovatpeshalar. Mana yaqinda qizimni mayitini olib kelishga yordam berdi Markaz TV. Kim qo'ldan kelgancha yordam bergan bo'lsa, barcha yordam qilgan insonlarga, musulmonlarga katta rahmatimni aytmoqchiman.
begona yurtlarda qizimni mayit qolib ketmagani uchun, o'zimiz O'zbekistonga eson-omon olib kelib olganimiz uchun barchalaringizga katta rahmat aytmoqchiman. Shohzanam, Shohzanam, ey qizim, menga qara. Men sog'inashammi? Aya, qilashammi? Aya, qilashammi? Men seni shunday sog'inaman. Menga qara, sog'inasanmi? Men ketib qo'ymasanga qizim. Yo'q. Qara, men yig'layapman. Ketaman. Sen kızım. Sen kuşattın mı? Kuşattın mı? Yok, son kıyakmaz. Melih sen kıyak kızım. Hadi.